Tak. Mana shu hot-dog qachon va qayerda o'ylab topilganini bilasizmi? Masalan, men bilmayman. Bilsangiz kommentga yozib qoldiring. Lekin men bugun sizlarga mana shunaqa hot-dog xona ochish nech pul ketishini, nech pul foyda olib kelishini ko'rsataman. Biz bilan oxirigacha qoling va like, komment esdan chiqmasin. Bo'lajak biznesmenlar, tanishinglar, Abdulaziz aka, kichkinagina joydan foydali biznes qilgan Like Food hot-dog asoschisi. Assalomu alaykum. Salom. Mana shu biznesga, hot-dog biznesiga qachondan beri kirib kelgansiz? 2022-yilda boshlaganmiz bu biznesni. Shu payt xullas boshida o'xshamagan, keyin sekin-sekin. Hop, mana shu ideya qayerdan kelgan? O'zingiz shu sohada ishlaganmisiz yoki to'satdan kelib qolgan ideyami? 2010-yil ishlaganman. Turkuaz joyimizda bo'lgan kichkina kafeteriya. O'sha yerdan qolib ketgan shu ideya. Ha, necha yil ishlagansiz u yerda? 1 yilmi, 2 yil ishlaganman. Keyin shu qolib ketgan, bir kun ochaman deb. Keyin bozorda ishlaganman, keyin bozordan keyin shu sohaga kirib kelganman. Sohaga. Endi mana shu turgan joyimiz, nimaga endi shu joyda tanlagansiz lokatsiya bo'yicha? Qidirganman, endi gavjumroq joylar, proxodnoy joylarni mashq chiqqan. O'shani Endi nima sabab mana shu adresimiz qayerda bizani hozir? Chilonzor Targoviy sentr, Gagarin haykali shunday yonida. Yonida. Shu kichkina hududxona bizning joyimizda bo'ladi. Mana shu joyda olganingizda qanaqa remont ishlar bajarilgan bu yerda? Shu aboy yopishtirganmiz, atachentali, keyin patologiyaga shu svetlar qo'yib, plastiklar qilib, keyin mana televizor, konditsioner hamma narsa qo'yganmiz deb xullas. Plus minus mana shunaqa joyda remontiga necha pul sarf qilgansiz? Общий mebel texnikalardan 2000 ketadi. 2000 ketgan. Hop, mana shunday hot-dog ochmoqchi bo'lgan insonlarga eng kerakli jihozlar nima bo'lishi kerak? Shu холодильник, toster, izgara, mikrovolnovka kerak bo'ladi. Asosiylari shu. Asosiylar. Hop, bularga necha pul xarajat bilan boshlash mumkin? $1000. $1000. Hop, masalan, endi siz mana shu ish boshlayotganingizda necha pul sarmoya bilan ish boshladingiz o'zi? Ben gatoviy biznes qilib olganman deb o'zi. $700gami? Joyga kirib olish uchun olganman. Oqqani uchun joy. Shu bilan keyin o'zim yana narsalar qo'yib davom ettirib ketganman. Noldan mana shu holatga kelguncha necha pul xarajat bo'lgan? 3 mingga ketgan. $2-3 bilan spokойно bitta hot-dog yillar mobaynida. Yillar mobaynida shuncha xarajat qilingan. Hamma narsa. Xo'p, reklama deganingizda bu qanaqa reklamli platformalardan foydalanish kerak bu hot-doglar asosan? Instagram yaxshidir. Instagram hozirgi kunda target yoqib boshida, keyin rivojlanib, aqbatlarni oshirib, keyin ko'tarilishi bo'ladi. Sizlarda necha xil hot-dog bor bu yerda asosan? 6 xil, faqat anaqalar, ichiga solinadigan narsalar farq qiladi. Har xil. Xo'p, normalniy va yaxshi hot-dog xonalar har qancha vaqtda menyusini almashtirib turish kerak? Shu manimcha 6 oy 1 yilda. Har 1 yilda, har 6 oyda yangi menyu, yangilik qo'shib turish kerak. Xo'p, sizlarda 6 xil hot-dog, shularning narxi nimasiga qarab kelib chiqadi? Ichiga qo'shiladigan narsalar. Xo'p, bitta hot-dogda tam narxi nechaga aylanishi mumkin? Hammasi har xilda. 15 ming so'mga hot-dogimiz bor. Keyin misol kanadskiy 8 solinadi, salatli hot-dog. Xo'p, shuni tam narxi hisoblab chiqqaningizda necha pulga tushadi sizlarga? 10 mingga yaqin. 10 mingga. Har bitta hot-dogdan plus minus 5 ming foyda qilsa bo'ladi. Xo'p, sosiskalarni qayerdan olish kerak va qanaqa sosiska ishlatgan yaxshi hot-dogga? Biz o'zimizni shu Maple kanadskiy ishlatamiz. Shu archa ko'chada optim joy bor. Hamma narsalarni shu yerdan olishsa bo'ladi. Bemalol ketchup, mayonez, mayonez. Hamma narsa. Xo'p, bularga qanaqadir dokument kerakmi? Imенно продуктовый tovarlar uchun sosiskalarga. Yo'q, ular sertifikat bo'ladi o'zini. Testdan kelsa ham bemalol sertifikatlarni ko'rsatib, faoliyat yuritishlar bo'ladi. Halolligigacha sertifikatda hamma narsa pechatlarga ko'rsatilgan. Hop, endi qarang, Abdulaziz aka, mana shunaqa hozir bozor keng, hot-dog imonni. Shunga yarasha konkurensiya ham ko'p. Asli konkurensiyaga qanaqa ishlaysizlar asosan? Yaxshi, ular motivatsiya beradi va konkurensiya bo'lgani yaxshi. To'g'ri, motivatsiya berish imkoni bor. Abdulaziz aka, bu yerda sizlarda o'zi nechta filial bor?
ikkita filialimiz bor. Ha, birinchisi Chilonzorda, ikkinchisi qayerda? Uchtepada, Dilorom to'yxona yonida Astanovkada joylashgan. Astanovkada. Hop, mana shu xodxonada nechta ishchi ishlaydi qo'lingizda? 5 ta ishchi. 5 ta ishchi ishlaydi. Hop, bularni qanaqadir nimadir bilib ish kelish kerakmi yoki o'zingiz o'rgatasizlarmi? O'zingizga shart emas, yosh bolalar bo'lsa, 18 dan shu 23-24 yoshga bo'lsa, iloji bo'lsa o'zimiz o'rgatib tayyorlayveramiz. Hop, necha pul oylikka? Oyligi har xil, hamma har xil oladi. Ishlanamasdan kelib chiqib. Necha puldan necha pulgacha? 270 ming kuniga oladigan ishlarimiz ham bor. 270 mingdan. Hop, mana shu xodxona ochilgandan keyin bir oylik necha pul rasxodga tayyor turish kerak? Bir oylik nachina ishlarda kamroq bo'ladi baribir. Lekin kamida $1000 bo'ladi. $1000 kuniga oyiga rasxodi bor. Buni Nachina ichiga ishlarda. Buni ichida arenda, ishchilarning oyligi, produktlar kirmaydi. Nalog. Hop, mana shu joyda arenda narxi necha pul hozir bizda turgan joyda? Yo'da $500 yaqin bor. $500 ga yaqin bo'ladi. Tak. Abdulaziz aka, endi bizga etap-metap tushuntirib bersangiz, mana shu ideya kelganidan to shu kungacha bo'lgan bosib o'tgan yo'lingizda. Shu 2010-yil Turkvaz adam joylari bo'lgan, kafeteriya kichkina bo'lgan. Shu yerda ishlaganman, xullas pollarda-da. Shu qolib ketganman va fast foodga bo'lgan anaqa. Keyin shu temir bozorda ishlaganman. Keyin hayolimda bo'lgan xullas shu kichkina joy ochaman, yurg'izaman deb. Keyin 2022-yil joy qidirganman, shu chiqqan. Shu jizayotgan ko'ngilga. Keyin ochganman boshida. Bosh yurg'izolmaganman ochig'ini aytadigan bo'lsam. Keyin chunki men parallel ishlardim, bozorda ham ishlardim, bu yerda ham ishlardim, qilolmadim boshida. Keyin qaytib sotaveraman dedim-da. Arendatorim sababchi bo'lib qoldi. Chiqib ketsang chiqib ket shundoq, bo'lmasam qolsin. Joyida. Siz qilgan xarajatni olib chiqib ketishga ruxsat bermaganmi? Men Omid ketadi. Mashtadan chiqib. Men o'z kirganimda shu $700 pustoy joyiga bitta boladan sotib olganman-da, как готовый biznes qilib. Shu xarajatimni qoplash uchun sotaveraman deb klient ham topgandim. Xullas, chiqsang shunday chiqib ket, bo'lmasam qolsin deganlar. Keyin o'sha qanaqa bir talchoq bo'lgan. Keyin bo'ldi, ishimdan ketganman, temir bozordan o'zim full fokus qaratib Instagram ochganman-da. Sabr qilib sekin-sekin videolar qo'yib, ular rekka otgan, target urganman-da. Sekin-sekin rivojlanish bo'lib, hozir foydadamiz. Foydada. Hop, mana shunaqa joy ochish uchun davlat tomonidan qanaqa dokument kerak bo'ladi? YTT kerak. YTT. Bankdan shotami обязательно. Shunaqa bo'ladi. Hop, shu ochayotganingizda qanaqa qiyinchilik bo'lgan, shu yurg'izolmagansiz, remont masalasida yo boshqa tomonlama yana qiyinchiliklar bo'lganmi bu yerda? Yo'q, qolgani uchun unaqa qiyinchilik bo'lmagan. Boshida shu mana maslahatim hozirgi ochmoqchi bo'lganlar, haligacha menga ham yozishadi direktimga. Shu ochmoqchiman, nima maslahat berasiz deyshadi. Bu sohani boshida yaxshilab o'rganinglar. Ana parallelni boshqa ishlar buni ochib qo'yish men maslahat bermayman. Bitta shu ishga kirib, hatto ishlaylar 1-2 oyda, ko'ringlar nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, keyin ochsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shunaqa joy ochishga nech pul bilan ochgan ma'qul? Uverenniy bo'lish uchun. Hozirgi payt $3000 menimcha. 5000 gacha. 5000 gacha. Hop, ochilgandan keyin sabr qilib ishlab, hammasi to'g'ri qo'ygandan keyin qancha foyda qilish mumkin bu ishda? Endi foyda shu $1000 dan $3000 undan ham ko'p qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi, joyiga qarab. Joyiga qarab. Hop, siz ikkinchi tochka ochdingiz. Ikkinchi tochka qancha vaqtda ochildi? U o'tgan yili ochildi, 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Demak, shu sohada ishlab tochkani ko'paytirish mumkin. Mumkin. Hop, agar mabodo kimdir shu narsani xohlamasa, endi niyati bor, lekin qilishga vaqti yo'q deb hisoblasak, shularni Like Food franshizaga beriladimi? Yo'q, hozir franshiza bermaymiz biz. Lekin o'rgatamiz. Agar kimgadir shunaqa maslahat kerak bo'lsa, bemalol muloqot qilsa bo'ladi, sizga murojaat qilish mumkin. Hop, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, $1000 dan $2000, $3000 gacha foyda qilsa bo'ladi deysiz. Konkurensiyachi? Konkurensiya u hech narsa emas. Inson harakat qilib, mana qilsa, konkurensiyalarga yaxshi qarab, to'g'ri qabul qilsa, hammasi bo'ladi. Hop, endi joy tanlashda qanaqadir life hack bormi lokatsiya bo'yicha? Asosiysi parkovkaga e'tibor berish kerak. Yo'l yuzida bo'lgani yaxshi. Keyin hozir endi Astanovkalarni ham biz tashlashyapti, ko'rasiz, kadastr bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Shu narsalarga ahamiyat bergan yaxshi. Astanovkalar maslahat bermayman hozirgi payt. Eng asosiysi shu yo'l yuzi bo'lsa, birinchi liniya. Keyin o'sha parkovka qo'yishga, mashina qo'yishga joy bo'lsa,
tushunsiz, shu reklamani bosish kerak. Hop, sizlarni Like Food Hot Dog nechadan nechagacha ishlaydi? Bizaniki ertalabki 11 dan kechasi 12:30 gacha. 12:30gacha 24 soat ishlatsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Unda sizga kattakon rahmat. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan intervyu berganingiz uchun. Ishingizga omad. Rahmat sizlarga. Mana Hot Dog xona ochilishi nech pul bo'lishini ham bilib oldik. Bundan keyingi biznes nima bo'lishini xohlasanglar, komment yozib qo'yinglar. Bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar va kanal rivoji uchun donat qilishinglar mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.